oling. Endi bizning shior maktab barakalla. Hozir qizlarimiz qo'lida mana bunday tarqatmalar bor. Marhamat doskaga chiqib oling. Sekin, shoshilmasdan. Islomchi. Chiqamiz. Ben bir qator andiraman. Bir qator bo'lib turamiz. Endi hamma qo'lidagi so'zlarni o'qib olsin. O'qib oldingizmi? Yaxshi o'qib olgan bo'lsangiz. Endi boshladik. Mart, aprel, may. Qani oldimga kelsinchi? Kimda mart, aprel, may bor? Ana martdan Biz oldimga kelsin. Mart, aprel, may. Nima ekan bu? Ha, orqasi. Mart qani mart? Sen qo'lingdagi qani mart kimda bor? Ha, endi iyun, avgust. Iyul, avgust. Bo'la qoldi. Iyul, qani iyul? Kimda bor? Ha, iyul, avgust. Ha, yaxshi. Endi sentyabr, oktyabr, noyabr. Sentyabr, oktyabr, noyabr. O'qish bilamizmi? Ha, birinchiga turamiz. Sentyabr, oktyabr, noyabr. Ha, keyingisi. Dekabr, yanvar, fevral. Dekabr, yanvar, fevral. Hammamga tengroq. Ha, qani qo'limizdagi kartochkalarni ko'taramiz. Xo'p. Qani endi sizlarga savol. Kim aytadi? Bir yilda nechta fasl bor ekan? 4ta fasl. Har bir fasl necha oydan iborat? 3 oydan bo'lsa, 4ta faslimiz necha oyga to'g'ri kelyapti? 12 oyga to'g'ri kelyapti. Rahmat, joyingizga o'tirib oling. Ha. Endi sizni qo'yib oling. Sen bitta o'tir. Endi hozir o'tilgan mavzularni takrorlab olish uchun barchamiz birgalikda Ali
Yaxshi. 29 ta harf. Nechta belgi bor? Qo'l ko'taramiz. Bitta belgi bor. Qaysi belgi? Tutuq belgisi. Tutuq belgisi tovush chiqaradimi? Yo'q, chiqarmaydi. Yaxshi. Nechta unli tovush bor? 6 ta. Nechta ekan? 6 ta ekan. Biz qo'l ko'tarib javob 3 ta. Qani takrorlab olamiz. Qaysi harf birikmalari? Yaxshi. O'rnida jim turamiz.
tugayapti. Xo'p. Hurmatli o'quvchilar, hozir shartimiz shundan iboratki, bu yerda harflar yozilgan, nazarga eshitamiz. Harflar yozilgan. Hozir Lazizbek bilan Akrom bosh degan so'zni yasaydi. Boshlaydi. B-O-Sh. Barakalla. Bosh, barakalla, orqaga o't. Keling. Endi sizlar tosh yasanglar. Tosh yasash kerak. Barakalla. Jim. Barakalla, orqaga o'tamiz, to'g'rilab qo'yish kerak harflarni. Endi qosh. Qosh. Barakalla. Oni topamiz. Ramazon. Yo'q, undan olma. Mana. Osh qanish. Endi bol degan so'zni yasaymiz. Bol. Sen yasa bol. Barakalla, hamma o'quvchilarimiz to'g'ri yasashdi. Barakalla, o'tirib oling. O'g'il bola qilgan. Boshlaydi o'g'il bola. Baland ovozda chiroyli qil. Nazarbek boshla qo'ling chiqarib. Loyihaga handalak, hunar hovli halinchak. Bordir inson qushida, hatto humo qushida. Sen do'stlashdi, xayr bilan ko'ring, shodligim bilan shaxmat shashka so'zlarda ajralmas ular hech ham. Egri o'roq qiyin tortga sesagim deb yopishdi. Ikkalasi filni ko'rib miyamiz deb chopishdi. G'ayri yozish qiyinmas, biroz e'tibor bering. G harfining qoshiga bergul aksini qo'ying. Men borman ruqqonda ham, vafo va vijdonda ham, vatan, volida va vaqt so'zlarini boshlash baxt. Menga gar qarasangiz, belgim o'ga qo'shaydi. Yoki belgim qo'ysangiz, otimiz o't bo'ladi. O'g'il bola o'tirib oling. Endi qizlar. Baland ovozda. Ayting yeri nima edi? Daraxtlarda Keyin. Meni yasamoq oson diqqat bilan haraga. Ikki ustun oralab qiya ustun turagin. Menga har gal uchaysan kisay tepa poyada patir palo yeganda patta pilla deganda. Go'zal so'zlar boshlayman, gavhar bo'lib yashnayman. Gul giyoh go'yo gilam gulzor chiroyli biram. Dengisiz daydodaman, davlati dunyodaman. Deyman shirin so'z bo'ling, doim aql do'st bo'ling. Chala 8 dema meni ilon bo'la olaman. Sarpal chiziq tortgan qana 8 bo'lib qolaman. Rahmat.
qani. Hadi qo'limizga qalam bo'lsa ham bo'ladi. Siz javobini shu tirnoqlarni o'rniga yozasiz. Biz qo'llarimizni shikast yetkazmasligimiz kerak, ozoda tutishimiz kerak. Shuning uchun agar siz to'g'ri javob bersangiz, qo'llarimiz shundoq sog'lom holatda qoladi. Agar xato javob bersak, keyin buni qayirib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun yaxshilab javob yozishga harakat qilamiz. Boshlaylik. Birinchi kichkina barmog'imizni yozamiz. Mana bu barmog'imizga qarang. Buni javobi 5. Kimda 5 chiqdi? Kimda boshqacha javob? Birinchisida, ha? Mana. Mana bunda xato ekan. Kimda agar xato bo'lsa, quyidagicha qilib buklab qo'yasiz. Mana masalan. Kichkinasidan boshlaymiz, ha? Bo'lsa-da xato ekan. Yo, bu yoqdan boshlaganmi deysan? Ha, bo'ldi. Ha, ikkinchi javobimiz 10. Kimda 10? Qo'l ko'taramiz. Kimda 10? Kimda 10 dan boshqa javob bor? Qo'lingizni tushiring. Kimda 10 chiqmagan javobi? Hammada 10 chiqdi. Keyingisi 10. Kimda chiqmadi? Senda chiqmadimi? Kimda 15 chiqmadi? Sendami? Yo'q, menda chiqmadi. Menda chiqdi. Ola o'zbekcha gapiryapman. Keyingisi 2. Kimda 2 javob bor? Kimda yo'q? Nazarbek bormi? Yo'qmi? Bor. 15. Kimda 15? 10 bilan 5 8. Ha, 8. 10 ga 5. Kimda 16? Kimda boshqacha javob chiqdi? Hayır. Ben bitti. Ana endi besh ko'rsatamiz. Hop. Bir darsda 2 ta, Dilafruzda bitta. Yo'dachi? Yo'dari yaxshi. Demak, o'g'il bola jim o'tiramiz. Sizlar bu yoqqa keling. Kel, men bu yoqqa. Yo, sen. Ha. Jim. Ha. Hozir bittadan o'quvchimiz kelib, bunaqa topshiriqlarni alifbe yozuv darslarda ko'p foydalanganmiz. Harflarni o'z o'rniga qo'yib, yashiringan so'zni topish kerak. Qani marhamat, boshla. Sen tutib tur. To'xtatamiz. Bo'ldi. Orqaga o'tib tur. Endi sen 2da qaysi turibdi? 2 ni ostida. 2. Birdan keyin nechi keladi? Ol buni. Yo'q, qo'y. Hop, keyingisi. 2dan keyin nechi keladi? 2dan keyin nechi keladi? 3 taydagini olamiz. Ha.
orqa yot. Hop, keyingisi. Hop, keyingisi. Yaxshi, kitob. Endi bu qator bo'ldi, orqasiga o'tib oling, siz keling. Hop. Orqaga o'tamiz. Keyingisi 2 qani 2. 2ni daydik. Ol. Orqaga o'tamiz. Keyingisi. Keyingisi. Asal. Keyingisi. Yaxshi. Orqasiga o'tib oling, o'shanda adashmaysiz. Gaplashmang, shu nazorat qiling. Keyingisi chiq. 2ni tagida qaysi turibdi? 2ni tagida. Olib nima qilamiz? Keyingisi bo'laqa. Uchta edi qaysi? Shu yoqqa o'tib oling, bittanglar. Uchtagida qaysi turibdi? Ol. Keyingisi. Endi bu tezlash. Sen kesingini tushunib o'rgansang. Keyingisi. Keyingisi. Mana shu kelamiz. Keyingisi. Keyingisi bo'la qoling. Keyingisi. Keyingisi. Endi o'tirib oling qizlar. Keyingisini lazmiya o'qi qizlar. Keyingisini Abjabor o'qi. O'quvchining Yusuf. Voy. Kitob bilan bilog'i, o'quvchining o'rtog'i. Kitob bilan bilog'i, o'quvchining o'rtog'i. Yetmay qolyaptimi? Hamma qo'lidagi so'zlarni o'qib olsin. O'qib oldingizmi? Ha, endi aylana ko'rinishiga kelib olamiz, binamizga chiqib. Ha, xotira mashqini boshlaymiz. Ha, o'qib olgan so'zingizni sherigingizga bering. O'zingizni so'zingiz qaytganda bir qator bo'lib olasiz. O'qib oling. Mayli, o'qing. Qish. Jayron. Hammaning o'ziga keldimi? Yo'q. Kelmadimi? Yo'q. Keldimi?
Yur, o'qi nimaligini. Kelmasa beramiz. Yo'q, hali yetib kelmadi, lazim. Mana. Endi olib qolmaydi. Bo'ldimi? Jayron kim? Jayronmisan? Bo'lmisan. Endi bir qator bo'g'ay. Kel. Yaxshi bir qator. Ha. Ko'rsatamiz ota-onalarga. Ko'rsat. Endi kim? Nasibli bir qadam chiqadi-da va esida qolgan so'zlarni aytadi. Boshla. Hayvon, Ha? jayron, Uchta so'z. Turamiz. Hop, chiq. jayron, o'rmon, hayvon, do'l, suv, yo'q. Yo'q, 5 ta so'z. 6 ta bo'ldi, barakalla. Hop. Qish, jayron, suv, o'rmon, Bo'ldi, 4 ta so'z. Turamiz. Hop, keyingi. qish, do'l, suv, jayron, suv, Bo'ldi, 4 ta. Hop, keyingisi. o'rmon, suv, qish, do'l, hayvon, o'rmon, Yo'q, o'rmon takrorlandi. 5 ta. Hop, keyingisi. suv, o'rmon, qish, jayron. Jayron. 4 ta. Hop. Qani? O'rmon, qish, suv, do'l, jayron. 4 ta so'z. Barakalla. Endi menga qo'yib qo'ying. O'tirib oling. Assalomu alaykum. Mayli. Hop. Barakalla. Katta rahmat. Yashang. Xayrli tun. Yaxshi, yana. Nima? O'tib ketsam maylimi? Va ikkinchi marta bu. Rahmat. Yoqimli ishlar. Yoqimli ishtaha. Yana aytinglar. Yana Men- Alaykum assalom. Arzimaydi. arzimaydi. Alaykum assalom. Rahmat. Go'yo ko'kda inabot, tog'lar oppoq, yer oppoq, shohnozalar arg'amchoq, daralar qaqqas etadi, ko'ngilni cho'q etadi. Mayli vaqti
o'quvchilar, shuning bilan bugungi ochiq darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Darsda faol qatnashganingiz uchun hammangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va hozirgi so'zni endi sizlar alifbeni tugatganinglar uchun sizlarga sertifikat va yaxshi qatnashgan barcha o'quvchilarimizga sovg'alar beriladi. Hozirgi so'zni maktabimiz rahbari Sumbula Usmonovaga beramiz. Birinchi etapni tugatganinglar bilan tabriklayman. Mana ichimizda hammamiz bo'lajak kasb egalari turibdi. Kimdir vrach bo'lmoqchi, kimdir o'qituvchi bo'lmoqchi, kimdir bog'chador bo'lmoqchi, kimdir stomatolog, ya'ni tish doktori bo'lmoqchi. Kim bo'lmoqchi tish doktori? Barakallah. Kim? iPhone sotadi. iPhone sotadigan? Adamni ishiga boradi. Adangiz ishiga barakallah. Sizchi? Voy, sizchi? Avtosalon, yana mashinalar amalda tekshirib qo'yadi. Chiq Ramazon. Kompyuterxonada nima ish qilasiz? Keling, ishlaysiz, kim bo'lib ishlaysiz? Xo'jayin, hamma xo'jayinman. Uchuvchi. Bitta yo'lchimiz bor ekan, молодец. Demak, qizlarimizdan so'rab ko'raylik, chiqaring. O'ylab turingki, siz kim bo'lasiz? Doktor, barakallah. Shifokor. O'ylab turing, sizchi? Ustoz. Xursand bo'lib ketdim men. Voy, молодец, barakallah. Ustoz, ana. Doktor. Ustoz. Ustoz. Doktor. Demak, ana qaysi kim qolib ketdi? Ramazon Jim, ozgina esdan chiqdi. Ikkala xat gaplari. Tomoniga kech qatnashganligi uchun bu tomoniga bitta, bu tomoniga bitta qoldi. Yo, shunaqa bunisini ham taxmin ustozi. Kech qolganda shunaqa oladi, ishtirokni. Shu chigirlash kerakmi? Bu ertaga nasib bo'lsa harbiy bo'ladi. Mana shunaqalarda qaytaga vatanimizni himoya qiluvchilar ko'payadi. Ko'rding? Kech kelganlar mukofoti bor. Mayli, bolalar ishi bilan qiziqda. Xo'p, hammanglarga nima deydi, o'qishinglarni, judayam chiroyli o'qishinglarni so'rayman. Qaranglar, opanglarning yozuvini doim hosil keladi. Mana shunaqa chiroyli yozadigan bo'lishinglarni istayman. Chiroyli hisob-kitob ilmida zo'r bo'lishinglarni istayman. Va eng yaxshi o'quvchi bo'lishinglarni, eng yaxshi uchuvchi bo'lishinglarni, eng yaxshi ma'lumot va xohlayki iPhone tuzatuvchi va sotuvchi bo'lishinglarni ham istayman. Eng yaxshisi. Latofat bu yoqqa keling. Kuchli, bilimli, informatik. Ana akanglarni ham bilasizlarmi kimligini? Hali 11-sinfda ingliz tilida gapira oladi, rus tilida gapira oladi. Shaharda qatnashgan olimpiadada g'olib bo'lgan. Ko'rdinglarmi? Uchun sizlarni xuddi shunaqa bitirishinglarni istaymiz. Mana birgalikda beramiz. Saqlab-saqlayman. Shuning uchun saqlab-saqlaylar. Birinchi ustozlarni do'stlarim, birinchi sinfda bordim, alifbek kitobini qo'limga oldim. U xuddi quyoshdek ko'nglim yoribdi, barcha harflarni menga tanitdi. Endi esa tunlab shapak chalyapman. Qarang, aka-ukam, o'qib olyapman. O'qimaysizmi? Birinchi harfni o'qib beringchi. Молодец, Ranopa. Sizga tabriklaymiz, keling. Bu yoqda birgalikda. Tay, rasm yoqmayman. Birinchi sinf o'quvchisi Nigina qizimiz. Nigina. Tabriklaymiz. Ana rasmga oling. Sovg'a sizniki. Kitob aka. Eng yaxshi o'quvchilardan qo'ying. Xo'p, rahmat. Keyingisi Dilafruzxon. Qanchasiz? Qancha chalamiz?
keyingisi Shahrinosxon. Ko'zayapsiz chiqmadi. Rasmga olasizlar. Navochi bo'ling. Yaxshi o'qing. Keyingi o'quvchimiz Nazarbek. Ayzonchi. Ayzon qolamiz sana. Yaxshi. Berselarda. Qarilarimizni, keksalarimizni anaqa Alloh bag'ishlasin bor deb. Chiroyli turamiz, odob bilan. Sabina o'qib beraman. Sabina. Kel, tur ol. Ochamiz, sahnani ochamiz. Mana oylik bo'lib turaveramiz. Akroman. Samira. Padarka qolib ketdi, padar. Mana Samira. Ichiga solib qo'y. Sovg'asini beringlar. Sovg'asini. Da. Ay. Feruza. Chini ochmay hozir. Yusuf. Boshqadan beradi. Rahmat. Aqlli bola bo'l. E'zozaxon. Qani o'g'il bola yaxshi qiling, chini ochmay kuyat bo'ladi. Uyda ochamiz. Ha, uyda ochamiz. Yasmina. Nazarbek. Qara. Abdujabbor. Kapeta. Diplomini ko'rsat, diplom. Firdavs. Oo. Polvon yigitimiz. Alochi. Mana. Firdavs sog'. O'g'il bola yaxshi turib oling. Tabriklaymiz. Samiyaxon. Oy, o'zimizni Dimochka. Mana. Asalxon. Tabriklaymiz. Voy, Nazarbek bir Abduvohid. Mo'min Abduvohid. Ramazon ham yo'q. Voy Ramazon. Voy молодец bola. Aqlli bola. chiroyli turib. Bosh eng zo'r bola shu bola ekan menga yoqdi. Ramazonga berdinglar. Qani chiroyli turib olingchi. Day, diplominglarni ko'rsatib turinglar hammanglar, day. Day. Qani hamma bir xil qo'ysin. Keling, endi mana bu doskani oldida chiroyli qilib